Ota-ona chet elga chiqib ketayotganida voyaga yetmagan farzandlariga vasiy yoki homiy tayinlash shartmi, shart emasmi? Kasbimiz huquqiy yo'nalishda bo'lganligi sababli bizga bir fuqaro savol yo'llayapti. Ya'ni yaqinda o'zim shaxsiy ishim bilan chet elga chiqib kelishim kerak va 4 yoshli voyaga yetmagan farzandimni onamga tashlab ketmoqchiman. Ana shu holatda onamni men farzandimga vasiy qilib tayinlashim shartmi yoki bunga majburiyatim yo'qmi degan mazmunda savol yo'llayapti. Ana shu masalaga to'xtalib javob beradigan bo'lsak, demak, Vazirlar Mahkamasining 2024-yilda qabul qilingan 893-sonli qarori bor. Ana shu qarorga ko'ra, ota-ona 3 oydan ortiq muddatgacha davlatga chiqib ketayotganida voyaga yetmagan farzandlariga nisbatan vasiy yoki homiy tayinlab ketishi shart qilib belgilangan. Bu nima uchun kerak? Bolaga vasiy yoki homiy tayinlab ketish o'zi nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, ota-ona chet davlatda bo'lgan vaqtida bolani manfaatlarini himoya qilish bilan bog'liq qanaqadir bir huquqiy holatlar kelib chiqadigan bo'lsa, ana shu holatda ota-onani qonuniy vakili sifatida bolani huquqlarini himoya qiladigan shaxs bo'lishi uchun ota-ona chet elda yurgan vaqtida bola himoyasiz qolib ketmasligi uchun ana shunday vakil sifatida vasiy yoki homiy tayinlanishi talab etiladi. Endi kimga vasiy, kimga homiy tayinlanadigan keyingi masala o'rtaga chiqishi mumkin. Demak, o'sha qonunchilik bo'yicha 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan bolalarga nisbatan vasiy tayinlanadi, 14 yoshdan 18 yoshgacha homiy tayinlanadi. Bu vasiy bilan homiyni juda bir shaxs sifatida farqi yo'q. Masalan, 14 yoshgacha bo'lgan bolani vasiysi o'sha bola 14 yoshdan o'tgandan keyin uni avtomatik homiysiga aylanadi.